Assalomu alaykum YouTube ahli. Puliga arziydigan bitta zo'r hovliga kelganmiz. Bir qavatli paltarada betiladi. Zo'r hovli puliga arziydi. Joylashgan joylashuvi O'rizor bozordan kiraverish. Mahallani ko'ryapsizlar. Keng ikki tarafida ham zaxvatlar bor. Juda ham keng ko'chada joylashgan ekan. Ushbu hovlimiz sotilyapti. Tarasga tushgan ugulovoy. Bu yoq tarafini ko'ryapsizlar, bu yoq tarafi ham keng ko'chadan iborat. Fasadni qarang. Mashinangizga alohida garajga joy, podolga shunday joylab qo'ysangiz bo'ladi. Archani qarang. Galboy yeldan ekib qo'yishdi. Shu turishiga $1000 ga sotilmagan archamiz qoladi shu yerda. Mana bu yerda yana kichkinalarni ekishgan. Uyimiz umumiy ko'rinishi hozir ichkarini sizlarga ko'rsataman. Ko'ringlar, qiziq bo'ladi. Like bosib bizlarni qo'llab turish eshiklardan chiqmasin. Bismillah deb darvozaxonaga kirishimiz bilan ikki tarafiga chiroyli qilib tabiatni peyzajini rasmi qo'yilgan ekan. Bu ham uyga o'zgacha ko'rk baxsh etib turibdi. Hovlimiz juda ham shinam, chiroyli qurilgan. Razmeri ham 20 ga 30, tekis to'rtburchak. Hech qanaqa qing'ir qeshuv joyi yo'q. Hovlini qarang go'zalligini. Hovlining o'rtasida ham bitta galvoy yel archamiz turibdi. Old sotu hovlini konkretni chiroyli qilib qo'yishgan, remontlarini ham ko'rasizlar. Bu yerda ham tapcham bor, bu yerda ham. Uyimizning ikki tarafini ham tagida podoli bor. Bemalol kirib jiloy qilinsa ham bo'ladi. Hozir uyimizning bir yoq tarafini ko'rsataman. Uyimiz zerkalli 3 ta xona yo'qda, 3 ta xona bu yoqda tushgani uchun faqat bir yoq tarafini ko'rsataman. Bismillah deb kiramiz. Kirganimizda bizani bunaqa ayvon kutib oladi. To'g'riga kirganimizda bizani zal kutib oladi. Ko'rsanglar, juda ham chiroyli remont qilingan. O'sha davr eng zo'r remontlaridan, lekin saqlanish holati ham juda ham zo'r saqlangan. Holatini qaranglar, kirib bemalol yashasanglar bo'ladi bu yerda. Hozir ikkinchi xonaga kiramiz. Bu yoq spalniga kiraverish, detskiy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Juda ham akkuratli holatda turibdi. Saqlanishi, qurilishi hammasi zo'r holatda. Bemalol kirib yashasangiz bo'ladi. Bu spalni. Mebel texnikalari kelishuv asosida tashab ketamiz deyaptilar. Kelishsalar ularni ham qolar ekan. Endi hovliga chiqamiz. Hovlida hali sizlarga ko'rsatadigan ko'p va chiroyli narsalar ko'p. Hovlimizda bu yoq tarafi ham xuddi shunaqa remontda, zerkalni o'tda ham xuddi shunaqa 3 ta xona bor. To'g'rida oshxona, oshxonadan keyin zo'r joylar bor. Hozir bitta ko'rsatib chiqaman. Bismillah deb zimniy oshxonaga kirdik. Qishki oshxonamizga kirib oldik. Qaranglar, barniy qilingan, chiroyli qilib remont qilib qo'yilgan. Uyutni, aytganimdek mebellarning ba'zilari qoladi. Kelishuv asosida podoldan oyna qoldirilgan. Xonadan to'g'ri chiqsangiz ham bo'ladi, hovlidan kirsangiz ham bo'ladi. Juda ham zo'r. Shaxsan o'zimga ushbu hovlining atmosferasi juda ham yoqdi. Oshxonadan keyingi xonamiz, qaranglar, basseyn zo'ra. Yoz issiq kunlarida ketadi-yu, bu yerga dushovoy qoldirishgan ekan. Yonida bo'lsa sauna, finskiy saunamiz. Bu yerda bitta sanuzul joylashgan. Endi o'zingizlar fikrlarni yozinglar. Shu uy necha pulga arziydi? Hovliga chiqamiz qaytib, hovlida to'g'ridan ham chiroyli remontlar qilib qo'yishgan. U yerda ham ko'rishga arzigulik narsalar bor. Hozir ko'rsataman. Xo'sh, bu yerda sanuzul joylashgan, umumiy sportivniy zona qilib qo'yishgan ekan. Kofka qilib, chiroyli qilib, bu yerda kofkadan bitta kravat qilishgan ekan. Bu yerda ham foydalansanglar bo'ladi. Kravatimiz bu yerda ham bor. Hovlimiz kattaligi uchun ko'p narsani o'ziga ruxsat eta oladi. Mana bu burchakni ham juda ham chiroyli qilishgan ekan. Yozgi oshxona. Qaranglar. Gaz, suv, qozon o'choq, mangalli zona, qozon o'choqini va oxiri mana qarang. Tandir, hamma narsa bor. Podollarni ham odam bo'yi qilib zo'r qilingan ekan. Холодный komnata qilib qo'ysanglar bo'ladi bu yerda. Hozir eng zo'r joyini ko'rsataman. Qaranglar, boya ko'chadan ko'rsatganim garaj. Bemalol bitta mashina mana trekker sig'ib turibdi. Sizlarning ham mashinanglar bemalol sig'adi. Bu yerda mana bankalar taxlashga stilaj qilingan. Ikkinchi podolimizni ko'rsataman hozir. Barniy qilingan sport zonasi, bilyardli zona. Bemalol xohlagan usulingizda foydalansanglar bo'ladi. Hammasi biz bilan qilingan. O'rizor mahallasi 6 sotu 7 ta xonadan iborat ushbu shinamgina chiroyli ko'rkam uyimizning narxi $300,000 kelishadigan joyi bor. Aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz.